tarbiya qilishlik erkak kishi ayolni tanlashdan boshlanar ekan. Endi bu yerda so'zlar ko'p aytildi, vaqtimiz ham ancha o'tdi, hurmatli jamoat. Men tarbiya qiladigan otani sifatlari, tarbiya qiladigan onani sifatlaridan bitta ikkitasini jamoatimizga aytib bermoqchiman. Illa tarbiya haqida so'z ko'p bo'ldi. Otani sifati qanday bo'lish kerak desa, ota aban rahiman, bolasiga rahim qila turgan ota bo'lish kerak ekan. Bolaga rahim qiladigan ota bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma xutba qilayotgan vaqtlarida minbardan tushib Hasan bilan Husaynni quchoqlardi, o'pardi. Kechirasizlar. Ana jamoat qaytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, kechirasizlar. Men bolalarimga sabr qila olmadim, nabiralarimga, nevaralarimga sabr qila olmadim. Ana nevaralarimni men minbardan tushib o'pib qo'yishlikka majbur bo'ldim. Men bularni juda ham yaxshi ko'raman deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma xutbasini to'xtatgan o'rinlari bor. Ikkinchisi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganlarida Hasan bilan Husayn nabiralari kelib ustilariga chiqib olar ekan. Sajda qilayotgan paytda yoki ruku qilayotgan vaqtida. Ana o'sha o'rinda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rukuni sekinlashtirib qo'yar ekan. Limaza? Ya'ni nima uchun? Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bolalar uchun o'ta rahmdil bo'lgan. Ana hozir so'zimiz o'rtasida shunday so'z bo'ldi jamoat. Men bu jamoatni qo'rqitish emas. Lekin ota-onalarga hozir eng qiyin vaqt, eng qiyin payt. Nimaga desangiz, bola chaqalarimizning qo'lida telefonlar bor. Bolalarimizning qo'lida telefoni bor. Ana o'sha telefonga biz bola chaqamizni tashlab qo'yapmiz. Yig'layotgan bo'lsa, berib qo'yapmiz. O'yin o'ynayman desa, berib qo'yapmiz. Yana bir nima qilaman desa, berib qo'yapmiz. Sal ana o telefonga o'rgangandan keyin biz telefonni olib qo'ysak, bolishchi tagidagi zapas telefonni olib qaytadan yana gaplashadigani bilan gaplashib, o'ynaydiganini bemalol o'ynab yuribdi. Biz Misrda o'qiganmiz. Ana o'sha Misrdagi bir ota maktabdan chiqqan bolasini tarbiyalashlik uchun 3 yil harakat qilar ekan. Har safar maktabdan bolasi chiqsa, o'rtoqlari uyiga ketadi. Bu ota bolasini oladiganda to'g'ri madrasaga olib boradi. 1 yildan keyin bolasi aytadi, u qizcha bo'ladi. Hozirgi mana bu joyda sertifikat olgan qizlarimizga o'xshaydi. Aytadi, ota deydi, meni yoshimdagilar hammasi o'ynab yuribdi, hammasi kuladi, hammasi mazza qiladi. Nimaga meni har kuni qiynaysiz, har kuni azoblaysiz? Nimaga menga Qur'on yodlatasiz? Men har kuni borib Qur'on yodlayman degan, yo'q, yodlaysan deydi. Qur'onni yodlashliging shart, Qur'onni yodlaysan deydi. So'ngra 3 yil nihoyasiga yetganidan so'ng, Qur'oni Karimni to'liq yodlaganidan so'ng, haligi qizchamiz yoshi ulg'ayganidan so'ng, "Ey ota, rahmat sizga" deb aytar ekan. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, bolaga tarbiya berayotgan vaqtidagi qattiq so'zimiz kelajakdagi bolani bizga bo'lgan rahmati bo'ladi deydi. Har safar bolamiz bizga yig'laversa yoki boshqa qilaversa, biz tarbiyamizni to'xtatib qo'ymasligimiz kerak ekan, hurmatli ota-onalar. Demak, birinchisi ota-onani bolaga nisbatan rahm qilishlik ikki xil bo'ladi. Aslida farzandga nisbatan biz bolamizga nisbatan rahmdil ota, rahmdil ona bo'lishligimiz kerak. Ana o'sha tarbiya berayotganimizdagi tarbiyamizda ba'zan qattiq qo'lligimiz ham rahmdillik bo'lib hisoblanadi. Bizda bir noto'g'ri tushuncha bor. Bolani tarbiyasini 16 yoshdan keyin boshlaymiz. Aslida o'sha bola tarbiyasi haqida, farzand tarbiyasi haqida gapirganlar aytadiki, farzandni tarbiyasi 16 yoshda nihoyasiga yetadi deydi. 16 yoshda farzandni tarbiyasi nihoyasiga yetadi deydi. Qanday qilib desa, avval farzandni 6 yoshgacha podshoh qilasiz. So'ngra farzandni o yoshi bir joyga borguncha qul qilasiz deydi. So'ngra farzand bilan do'st bo'lib yashaysiz deydi. Bizda farzand bilan tarbiya boshlanadi do'st bo'lib yashaydigan o'rnimizda. Shuning uchun biz jamoatimizga aytamiz, hurmatli jamoat, bolamizni tarbiya qilayotganimizda rahm qilishlik kerak bo'lsa, ana o'sha bolamizga
ba'zan qattiqqo'lligimiz ham rahmdillik bo'lib hisoblanadi. Bir narsani qilma deymizmi? Ana o narsani qilmasligimiz kerak. Nimaga buni aytyapmiz? Chunki bugungi bizning mavzuyimiz farzand tarbiyasi haqida ekan. Mana ustozlarimizdan bir kishi bu yerda farzandni haqida gapirib aytdiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarni aytdilar. Mana shuni ham bir eslatib o'tgan bo'lardim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytiblarki, "Iza matal inson inqata amaluhu." Inson dunyodan o'tganidan so'ng amallarini hammasi to'xtaydi, illa min salasa. 3 amali borki, to'xtamaydi dedilar. Ana o'sha amallarni biri valadun solihun yad'u lahu. Solih farzand ota-ona o'tib ketganidan so'ng ota-onasiga qo'lini ko'tarib duo qiladigan bo'lsa, ana o'sha solih farzandning duosi qabrgacha kirib boradi, deyapti. Biz xalqda nima deydi? Bilasizlar hammanglar. Yaxshi farzand bo'ladigan bo'lsa, o'zini qo'shmaydi-da, otasini qo'shib aytadi. Otangga rahmat deydi. Yomon farzand bo'ladigan bo'lsa, o'zini aytmaydi-da, otasini qo'shib aytadi. Padaringga deb qo'shib aytadi. Nima sababdan desa, mana shu hurmatli jamoat hadisdan olingan ekan. O'zingiz mana Qur'on yodlaganlarga aytiladiki, o'zi Qur'on yodlaydi. Otasi buni Qur'on yodlashiga harakat qilib sababchi bo'ladi. Qiyomat kunida o'zi ma'as-safaratil kiromil barara farishtalar bilan jannatga ketadi. Otasi esa hamma jamoatning ichida, el yurt o'sha joyda hamma qiyomatga to'plangan odamlarning ichida oltindan bo'lgan tojni kiyadi. Ana shuning uchun biz farzand tarbiyasi degan narsaga bir ko'nglimizni burib, e'tiborimizni qo'yib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Otasi o'tib ketsa, qo'shnilar chiqib duo o'qiydi, yana bitta ikkitasi kelib xato o'qiydi, boshqa narsalarni qiladi-da, lekin ayanchligi, alam qiladigani shu paytda u ishlarda ham o'tiribdi, janozalarda ham bo'lib qoladi. Otasi dunyodan o'tib ketsa yoki onasi dunyodan o'tib ketsa, uni orqasidan duo qilishlik u yoqda tursin. Ota-onasiga janoza duosini o'qishni bilmaydiganlar bor. Ota-onasi o'tib ketsa, janoza duosini o'qishligini bilmaydiganlar bor. Ikkinchi aytadiganimiz o'sha haqiqiy otani yoki haqiqiy onani sifatlarini biri rahmdil bo'lishligi kerak bo'lsa, ikkinchi sifati g'azabni kamroq qilsin dedi. Bizda nima xatoyimiz bor desa, mana shu o'zbek xalqida ham, qirg'iz xalqi, tojik, qozoq xalqida ham bolani birinchi so'kasizlar. Ana unday, mana unday deb bolani birinchi so'kib qo'yamiz. Hurmatli jamoat, bolani so'kmaylik. Yosh bolalarni so'kmaylik. Yosh bolani so'ksangiz qalbi qotib ketadi. Ota-onasini yomon ko'rib qoladi. So'ngra sizni aytganingizni qilmaydi. Ko'p g'azab qiladigan bo'lsangiz, bolangiz sizga nisbatan yolg'on gapiradigan bo'lib qoladi.